Qorningizni razmerini yaxshigina kichraytirib beradigan 3 ta eng zo'r ichimlikni tayyorlab ko'rsataman. Ayniqsa uchinchisi haqiqatda yordam beradi. Yarim choy qoshiqda kurkuma. Kurkuma bu jigardagi yog'laringizni yaxshigina eritadi va murch, chunki kurkuma bilan murch yaxshigina chiqishadi. Va albatta iliq holatdagi suv. 5 kun davomida kechki ovqatdan keyin mana shu ichimlikni tayyorlab ichib ko'ring. Ikkinchi ichimlik esa bu sizni qorningizni yaxshigina to'q tutadi. Ha deganda har 1 soatda 2 soatda yeb qo'ymaysiz va insulin rezistentligiga ham yordam beradi. Demak, biz iliqdan issiq holatdagi suvimizga 1 osh qoshiqda zig'ir urug'ini kechqurun tayyorlab qo'yamiz. Ertalab esa urug'i bilan birgalikda iste'mol qilasiz. Hattoki zig'ir urug'i bu tabiiy fitoestrogen hisoblanadi. Ayollardagi kista, mioma, endometrioz kasalliklariga ham haqiqatda zo'r davo bo'ladi. Uchinchi super ichimligimiz uchun esa bizga yog' yoquvchi eng zo'r meva limon kerak bo'ladi. Yaxshilab siqib olamiz idishimizga. Yaxshilab siqasiz va 1 choy qoshiq uzratishma 1 osh qoshiqda chia urug'ini qo'shib, suv qo'shamizda mazza qilib. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ham bo'lishib yuboring va albatta ozmoqchi bo'lsangiz izohlarga 1 raqamini yozib keting.